Do'stlar, 2026 yil 28 avgust sanasi atrofida tarqalayotgan o'zgarishlar hammaga tegishli bo'lishi mumkin. Pasporti, ID kartasi, bank hisob raqami, soliq qarzi, jarimasi, uy-joy hujjati. Ish staji yoki xorijga chiqish rejasi bor har bir odam buni oldindan bilib qo'yishi kerak. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, balki tayyor turishingiz uchun oddiy tilda tushuntirib beraman. Nimalar o'zgaradi? Kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi hujjatlarni hozirdan tekshirish zarur va qanday xatolar odamlarni eng ko'p qiynaydi? Agar siz keyin ko'ramiz, hali vaqt bor, menga tegmaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aynan shu video siz uchun. Chunki ko'p muammolar bir kunda paydo bo'lmaydi, lekin bir kunda yuzaga chiqadi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim mavzularni oddiy odam tushunadigan qilib, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Men eng avvalo bitta narsani aniq aytaman. Bugungi kunda davlat xizmatlari, bank tizimi, soliq tizimi, migratsiya, notarial harakatlar va turli ruxsatnomalar tobora raqamli tizimga o'tmoqda. Oldin odam ko'p ishni qog'oz bilan, qo'lda yozilgan ariza bilan, mahalladagi ma'lumotnoma bilan, ayrim holatlarda esa keyin to'g'rilab qo'yamiz degan yondashuv bilan hal qila olardi. Endi esa tizimlar bir-biriga ulanmoqda. Ya'ni sizning pasportingizdagi ma'lumot, yashash manzilingiz, soliq holatingiz, jarimalaringiz, sud qarorlaringiz, kredit majburiyatlaringiz, mol-mulkingiz va ayrim hollarda chet eldagi harakatlaringiz ham ma'lumotlar bazasida ko'rinadigan bo'lib bormoqda. 2026 yil 20 avgustdan keyin eng katta xavf shunda bo'ladiki, odamlar eski odat bilan yuradi. Lekin tizim yangicha ishlay boshlaydi. Masalan, oldin sizda kichik jarima bo'lsa ham biror idorada u darhol chiqmasligi mumkin edi. Oldin pasportdagi bitta harf xatosi yillar davomida sezilmasligi mumkin edi. Oldin yashash manzilingiz boshqa joyda, amalda boshqa joyda tursangiz ham ko'p masalada bu katta muammo bo'lmasligi mumkin edi. Endi esa turli bazalar solishtirilganda mana shunday kichik ko'ringan tafovutlar katta to'siqqa aylanishi mumkin. Men bu yerda sizni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, men sizga shuni aytmoqchiman, tayyorgarlik ko'rgan odam uchun o'zgarish muammo emas. Muammo faqat hujjatini tekshirmagan, qarzini bilmagan, eski pasport bilan yurgan, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lgan, bank kartasini qarindoshi berib qo'ygan, soliq yoki jarimasini vaqtida ko'rmagan odamda paydo bo'ladi. Avval ko'p odamlar hujjatlarni faqat kerak bo'lganda tekshirardi. Masalan, xorijga chiqmoqchi bo'lsa, pasportini ko'radi. Uy sotmoqchi bo'lsa, kadastr hujjatini izlaydi. Kredit olmoqchi bo'lsa, bankdagi holatini tekshiradi. Kundalik hayotda esa hammasi joyda bo'lsa kerak degan ishonch bilan yurardi. Endi vaziyat boshqacha. Raqamli tekshiruv kuchaygani sari sizning hujjatingiz taxminan to'g'ri emas, aniq to'g'ri bo'lishi kerak. Ismingiz pasportda bir xil, bankda bir xil, soliq bazasida bir xil, kadastrda bir xil yozilgan bo'lishi kerak. Tug'ilgan sana, JSHR, pasport yoki ID karta raqami, telefon raqami, yashash manzili va imzo ma'lumotlari mos kelishi kerak. Oddiy misol, fuqaroning ismi pasportda Shavkat deb yozilgan, bank bazasida esa eski hujjatdan Shavkatjon bo'lib qolgan. Oldin karta ishlayvergan, pul tushavergan. Lekin tizimlar qattiqroq solishtirilganda bank qo'shimcha tekshiruv talab qilishi mumkin. Natijada odam maoshini olishda, pul o'tkazishda yoki kredit rasmiylashtirishda kechikishga duch keladi. Muammo katta emas, lekin vaqt ketadi. Bankka boradi, pasport nusxasi beradi, ariza yozadi, ma'lumot yangilanadi. Agar bu ishni muhim to'lov kuni qilsa asabiylashadi. Yana bir misol, odamning 1000 so'mlik eski jarimasi bor. U buni unutgan. Oldin bunga e'tibor bermasligi mumkin edi. Lekin biror davlat xizmatidan foydalanayotganda yoki mashina bilan bog'liq rasmiy ish qilayotganda qarzdorlik ko'rinib qoladi. Jarima ustiga penya, ijro xarajati yoki boshqa xarajat qo'shilgan bo'lishi mumkin. 1000 so'm masala bo'lib boshlangan narsa darso'y 500 so'mga aylanishi ehtimoli bor. Birinchi navbatda. Xorijga chiqadiganlar va chet elda ishlayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki migratsiya, pasport, ishonchnoma, bank va qarindoshlar orqali pul yuborish masalalari bir-biriga bog'liq. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatda ishlayotgan yurtdoshimiz O'zbekistondagi kartasiga pul yuboradi. Karta onasining nomida, telefon raqami ukasining nomida, pasport ma'lumotlari esa yangilanmagan. Bir kuni bank xavfsizlik sababli operatsiyani to'xtatib qo'yishi mumkin. Keyin odam chet elda turib O'zbekistondagi bank bo'limiga bora olmaydi. Shuning uchun hozirdan o'z nomingizdagi telefon raqam,
o'z nomingizdagi karta va to'g'ri hujjat ma'lumotlari bo'lishi juda muhim. Ikkinchi guruh kredit olganlar yoki mikroqarz ishlatganlar. Ko'p odam men har oy to'layapman, muammo yo'q deydi. Lekin ayrim hollarda bir kunlik kechikish ham kredit tarixida aks etadi. Masalan, 5 million so'm kredit olgan odam 3 marta 2-3 kunda kechiktirib to'ladi. U o'zi buni jiddiy deb o'ylamaydi. Ammo keyin 50 million so'mlik avtokredit olmoqchi bo'lsa, bank uning intizomini ko'rib, foizni yuqori belgilashi yoki rad etishi mumkin. Raqamni tizimda men unutibman degan gap ishlamaydi. Chunki sana, summa, kechikish hammasi ko'rinadi. Uchinchi guruh uy-joy, yer, kadastr hujjatlari borlar. Ayniqsa meros qolgan uyda yashayotgan, lekin hujjatni rasmiylashtirmagan oilalar juda ehtiyot bo'lsin. Masalan, ota nomidagi uyda farzandlar 10 yildan beri yashaydi. Lekin meros ishi ochilmagan. Hamma og'zaki kelishgan, uy katta o'g'ilniki deyilgan. Lekin rasmiy hujjatda uy hali ham vafot etgan inson nomida turibdi. Keyin uy sotish, garovga qo'yish, ta'mirlash uchun ruxsat olish yoki davlat dasturiga kirish kerak bo'lganda muammo chiqadi. Sud, notarius, kadastr, meros hujjatlari bularning hammasi vaqt va pul talab qiladi. 4-guruh tadbirkorlar. O'zini o'zi band qilganlar. Ijaraga uy beruvchilar, onlayn savdo qiluvchilar. Bugun odam Telegram, Instagram, Marketplace orqali savdo qiladi. In oyda 2 million, 5 million, ba'zan 20 million so'm aylanma bo'ladi. Agar bu tushumlar shaxsiy kartaga kelaversa, bank yoki soliq tizimi savol berishi mumkin. Bu pul qayerdan? Xizmatmi, savdomi, qarzmi, sovg'ami? Agar siz qonuniy ishlayotgan bo'lsangiz, qo'rqadigan joy yo'q. Lekin hujjat, shartnoma, chek, faoliyat turi tartibga keltirilmagan bo'lsa, keyin tushuntirish qiyin bo'ladi. Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, soliq va jarimalaringizni vaqti bilan tekshirib tursangiz, bank kartangiz o'z nomingizda bo'lsa, telefon raqamingiz ham o'z nomingizda bo'lsa, uy-joy hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, vahima qilishga hojat yo'q. O'zgarishlar sizga faqat qulaylik beradi. Navbat kamroq bo'ladi, xizmatlar tezlashadi. Ma'lumotnoma olib yurish kamayadi. Ko'p ishni onlayn qilish mumkin bo'ladi. Lekin men doim aytaman, xavotir olmaslik bilan tekshirmaslik, boshqa narsa. Tinch bo'lish uchun ham tekshirish kerak. Sog'lom odam ham yiliga bir marta tibbiy ko'rikdan o'tadi. Hujjatlar ham shunaqa, muammo chiqmasin desangiz oldindan ko'rib qo'ying. Birinchi misol, O'zbekiston fuqarosi chet elga ishlashga ketmoqchi. U aviachipta oldi. Ish beruvchi bilan gaplashdi. $800 yo'l xarajatiga tayyorlandi. Aeroportga kelganda pasport muddati yetarli emasligi yoki hujjatda cheklov borligi ma'lum bo'lsa, butun rejasi buziladi. Chipta kuydi, ish beruvchi boshqa odam oladi. Odam qarzga botadi. Bunday holatlarning oldini olish uchun pasport muddati kamida 6 oy, yaxshisi 1 yil oldindan tekshirilishi kerak. Ikkinchi misol, ayol kishi farzandiga nafaqa yoki ijtimoiy yordam rasmiylashtirmoqchi. Lekin yashash manzili eski. Nikoh yoki ajrim hujjati bazada to'g'ri ko'rinmaydi. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomasidagi ma'lumotlarda xatolik bor. Natijada yordam kechikadi. Oila pulga muhtoj bo'lgan paytda 10 kun emas, 1 oy ham juda katta muddat. Shuning uchun tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim qarori, vasiylik hujjatlari ham tartibda bo'lishi kerak. 3-misol, erkak kishi mashina sotib olmoqchi. Oldingi egadan ishonchnoma bilan haydab yuradi. Keyin rasmiylashtiramiz deydi. Oradan vaqt o'tadi. Eski egada soliq qarzi yoki sud ijrosi chiqadi. Avtomobilga taqiq qo'yiladi. Endi yangi egasi pul bergan, mashina unda, lekin rasmiy o'tkaza olmaydi. Bu juda ko'p uchraydigan xavf. Raqamli nazorat kuchayganda ishonchnoma bilan yurishning riski yanada ko'proq seziladi. 4-misol, talaba yoki yosh mutaxassis onlayn ishlaydi. Chet eldan oyiga $3,500 oladi. Pul kartaga tushadi, lekin u faoliyatini rasmiylashtirmagan. Avval hech kim so'ramagandek tuyuladi. Keyin katta xarid qilmoqchi bo'lsa, bank daromad manbasini so'rashi mumkin. Agar u o'zini o'zi band qilgan bo'lsa, tushumlarini tartibli ko'rsatsa, shartnomalarini saqlasa, muammo bo'lmaydi. Aks holda o'z pulini tushuntirishga majbur bo'lib qoladi. Birinchi nozik jihat. Hamma o'zgarish bir kunda hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Ba'zi xizmatlar oldinroq raqamlashtiriladi, ba'zilari keyinroq. Shuning uchun mening qo'shnimda muammo bo'lmadi, demak, menda ham bo'lmaydi, deb xulosa qilmagan. Qo'shningizning holati boshqa, sizniki boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, hujjatning qo'lingizda borligi yetarli emas, bazada to'g'ri ko'rinishi ham kerak. Masalan, sizda nikoh guvohnomasi bor, lekin elektron bazada xatolik bo'lishi mumkin.
Sizda kadastr hujjati bor, lekin undagi maydon, manzil yoki egasi haqidagi ma'lumotlar boshqa bazada mos kelmasligi mumkin. Shuning uchun faqat qog'ozni saqlash emas, ma'lumotni tekshirish ham muhim. Uchinchi nozik jihat, telefon raqami juda muhim hujjatga aylanib bormoqda. Bugun SMS kod orqali bankka, davlat xizmatlariga, elektron pochta va ilovalarga kiriladi. Agar raqam sizning nomingizda bo'lmasa, ertaga uni qayta tiklash, tasdiqlash yoki rasmiy xizmatdan foydalanishda qiynalishingiz mumkin. Ayniqsa chet elda yurganlar buni jiddiy qabul qilsin. Bir dona sim karta tufayli odam bankiga kira olmay qolishi, pulini yubora olmasligi yoki elektron imzo ola olmasligi mumkin. 4-nozik jihat, qarindoshlar nomidagi karta va hisoblar. Odamlar onamning kartasiga tushirsam bo'ladi. Akamning kartasidan foydalanaman. Xotinimning nomida bo'lsa ham bir oilamiz-ku deb o'ylaydi. Oilada ishonch bo'lsa ham moliyaviy tizim buni boshqacha ko'radi. Pul kimga tushdi, kim ishlatdi, daromad kimniki? Majburiyat kimda? Bular alohida savollar. Katta summalarda bu savollar jiddiylashadi. 5-nozik jihat, eski qarzlar va sud ijrosi. Ba'zan odam 5 yil oldingi kommunal qarzni, aliment masasini, jarimani, kredit qoldig'ini unutadi. Lekin tizim unutmaydi. Ayniqsa mol-mulk rasmiylashtirish, xorijga chiqish, bank amaliyoti yoki notarial harakatlarda bu ma'lumotlar yuzaga chiqishi mumkin. Men tavsiya qilaman, qarzim yo'q deb o'ylamang, tekshirib ko'ring. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHIR, doimiy yashash manzili to'g'riligini ko'ring. Agar hujjat muddati yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi oyga qoldirmang. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki MyPodGov uz orqali mavjud imkoniyatlarni tekshiring. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni tartibga keltiring. Raqam kimning nomida ekanini mobil operator orqali biling. Agar siz ishlatayotgan raqam boshqa odam nomida bo'lsa, uni qonuniy tartibda o'z nomingizga o'tkazish masalasini hal qiling. Ayniqsa bank ilovalari va davlat xizmatlariga bog'langan raqam o'zingizniki bo'lsin. Uchinchi qadam, bank kartalari va hisoblaringizni tekshiring. Bankka kirib, pasport ma'lumotlari yangilanganmi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? Eski bloklangan karta yoki hisoblar bormi? Shubhali cheklovlar yo'qmi? Bilib oling. Agar chet eldan pul olsangiz yoki yuborsangiz, pulning maqsadini tushuntiruvchi hujjatlarni saqlang. Shartnoma, ish beruvchi xati, to'lov izohi, elektron yozishmalar. 4-qadam, jarima va qarzdorliklarni tekshiring. Soliq qarzi, yo'l harakati jarimalari, kommunal qarzlar, kredit kechikishlari, sud ijrosi bo'yicha cheklovlar bor yo'qligini ko'ring. Buning uchun tegishli davlat portallari, bank ilovalari, soliq organlari xizmatlari va MIB ma'lumotlaridan foydalanish mumkin. Agar qarz chiqsa, uni inkor qilishdan oldin sababini aniqlang. Haqiqatan sizga tegishli bo'lmasa, ariza yozing, dalil qo'shing, nusxa oling. 5-qadam, uy-joy va kadastr hujjatlarini tekshiring. Uy kimning nomida, maydon qancha, manzil to'g'ri yozilganmi, meros masalasi hal qilinganmi, ulushlar aniqmi, bularni ko'ring. Agar vafot etgan qarindosh nomidagi mulk bo'lsa, meros ishini cho'zmaslik kerak. Notariusga boring, kerakli hujjatlar ro'yxatini oling. O'lim guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, kadastr hujjati, merosxo'rlar roziligi yoki sud qarori kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, tadbirkorlik yoki qo'shimcha daromadni rasmiylashtiring. Agar doimiy xizmat ko'rsatsangiz, onlayn savdo qilsangiz, ijaradan pul olsangiz, tarjima, dizayn, dasturlash, ta'mirlash, tikuvchilik, taksi yoki boshqa xizmatlardan daromad olsangiz, o'zingizga mos tartibni tanlang. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki yuridik shaxs. Bu sizni qo'rqitmasin. Rasmiy ishlash ko'p holatda himoya beradi. Daromadingiz tushunarli bo'ladi, kredit olish osonlashadi, kelajakda pensiya va staj masalasida ham iz qoladi. 7-qadam, hujjatlarni raqamli va qog'oz shaklda saqlang. Pasport, ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, diplom, mehnat shartnomasi, kadastr, kredit shartnomasi, to'lov kvitansiyalari, bularning skan nusxasini alohida papkada saqlang. Telefoningiz yo'qolsa ham elektron pochta yoki bulutli xotirada nusxa bo'lsin. Lekin parollarni hammaga bermang. SMS kodini hech kimga aytmang. Agar ma'lumotda xatolik topsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, ism, familiyangizni, pasport yoki ID ma'lumotlaringizni, telefon raqamingizni, muammoni aniq yozing. Masalan, bank bazasida familiyam eski pasport bo'yicha ko'rsatilgan, amaldagi ID kartamga muvofiq ma'lumotlarni yangilab berishingizni so'rayman yoki kadastr hujjatida
uy manzili amaldagi ko'cha nomi bilan mos kelmayapti. Ma'lumotni aniqlashtirishni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini qo'shing. Topshirganingizdan keyin ro'yxatga olingan raqamni oling. Agar onlayn yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Mana shu oddiy odat keyin sizni himoya qiladi. Chunki men aytgandim degan gapdan ko'ra, mana murojaat raqami, mana sana degan dalil kuchliroq. Men ko'p ko'radigan birinchi xato oxirgi kunga qoldirish. Pasport muddati tugashiga 3 kun qolganda yugurish, qarzni xizmat kerak bo'lgan kuni bilish, kadastr muammosini uy sotiladigan kuni aniqlash, bularning hammasi asab va pul yo'qotadi. Ikkinchi xato tanish orqali hal qilaman degan fikr. Raqamli tizimda tanish sizga maslahat berishi mumkin, lekin bozordagi xatoni hujjatsiz o'zgartirib bermaydi. Har bir o'zgarishga asos kerak. Uchinchi xato SMS kod va parolni boshqalarga berish. Bugun firibgarlar juda ko'p. Bankdanmiz, davlat xizmatidanmiz, jarimangiz bor, pul yutdingiz deb qo'ng'iroq qilishadi. Men qat'iy aytaman, SMS kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi ham, davlat xizmati xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. To'rtinchi xato hujjatlarni faqat rasmga olib qayergadir yuboraverish. Pasport nusxasi, karta raqami, shaxsiy ma'lumotlar ehtiyot qilinishi kerak. Kerak bo'lmagan joyga yubormang. Agar yuborsangiz, kimga va nima maqsadda yuborganingizni biling. Do'stlar, 2026 yil 22 avgustdan keyingi davrda eng muhim narsa hujjat, qarz, bank telefon raqami, yashash manzili va mol-mulk ma'lumotlarini oldindan tartibga keltirish. Tayyor odam uchun o'zgarish qo'rqinchli emas. Tayyor bo'lmagan odam esa eng oddiy ishda ham navbat, rad javobi, qo'shimcha tekshiruv, jarima yoki vaqt yo'qotishiga duch kelishi mumkin. Men sizga hozir bitta vazifa beraman. Bugunoq pasport yoki ID kartangiz muddatini tekshiring, telefon raqamingiz kimning nomida ekanini biling, bank ma'lumotlaringizni yangilang, qarz va jarimalarni ko'ring, uy-joy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Shu 5 ta ishni qilgan odam allaqachon katta xavfni kamaytiradi. Sizningcha odamlar bunday o'zgarishlarga tayyormi yoki ko'pchilik yana oxirgi kungacha kutadimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda har bir yo'nalishni alohida, yanada aniq misollar bilan tushuntirib beraman.